IT ta'limini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbuslar samarasi bugun hududlarda ham sohada jadal rivojlanmoqda va mavzuni Surxondaryo viloyati misolida tahlil qiladigan bo'lsak, IT xizmatlari eksporti 3 million dollardan oshdi. Muxbirimiz vohada IT kompyuterlar va mutaxassislarga yaratilayotgan sharoitlar haqida so'z yuritadi. 2023 yilda viloyatda IT xizmatlari eksporti hajmi 1,26 million AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, bu raqam 2,5 barobar o'sib, 3,14 million dollarni tashkil etdi. Shuningdek, Termiz shahrida yangidan IT park binosi ham qad rostladi. Bu binoda yoshlarni IT ga qiziqtirish, ularni kelajak kasblariga o'qitish, faqatgina o'qitib qolmasdan yuqori daromadli ishlar bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. 2022-yilda IT eksport qiluvchi kompaniyalar soni Surxondaryoda umuman yo'q edi. Bugungi kunga kelib 14 tadan oshdi. Bu yil yakunlariga qadar bu ko'rsatkichni biz 20 tadan oshirishni reja qilganmiz. IT park rezidentlari bugungi kunga kelib 62 tani tashkil etgan bo'lsa, 25-yil yakuniga qadar biz bu ko'rsatkichni 100 tadan oshirish rejalashtirganmiz. Davlatimiz rahbari tomonidan bu sohani rivojlanishi uchun IT park rezidentlariga alohida soliq imtiyozlari, bojxona imtiyozlari, bir qator imtiyozlar berilgan. Shuning evazigaki mana jadal rivojlanib boryapti bu soha. IT parkda hozirda sohani rivojlantirish va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadiga yo'naltirilgan o'quv dasturlari asosida zamonaviy yo'nalishlar bo'yicha ta'lim berilmoqda. Dasturlashda front, backend va grafik usullari bor. Bu usullardan biz backendni o'rganyapmiz. Bu mavzuda biz ilovalar yaratamiz va turli Telegram botlar yaratamiz. Bu backend, front, grafik usullar juda ham kerakli. Yana bir yangilik, IT parkda 300 nafar vohalik yigit-qizlarning bandligini ta'minlovchi yirik logistika korxonasi filiali ish boshladi. Mazkur logistika korxonasi O'zbekistondan turib AQSh bozoriga masofaviy xizmatlar ko'rsatadi. Mazkur kompaniyalarga ishga joylashgan yoshlarga 400 dan 4000 dollargacha oylik maoshi belgilangan. Hozir ko'ryapmanki, menga o'xshagan 200 dan oshiq IT va ingliz tilini bilgan yoshlar o'zlarini sinab ko'rib, kelajakda yaxshi bir kasb egasi bo'lish haqida ma'lumot berilyapti. Va hozir ingliz tili va IT sohaga qiziqqanligim uchun logistika sohasi bo'yicha ishlash imkoniyati berilayotganidan xursandman va bu kasbda men kelajakda o'zim ko'ra olaman. Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmini 1,2 trillion so'mga yetkazish, yangi IT rezidentlari sonini 30 taga oshirish. Bular viloyatda 2025-yilda sohani rivojlantirishdagi ustuvor maqsadlar hisoblanadi. IT xizmatlar eksportini 5 million dollarga yetkazish, kompyuter dasturlash xizmatlarini 200 milliard so'mdan oshirish, bundan tashqari 1 million dasturchi loyihasida 38 ming nafar yoshlarni o'qitishni reja qilganmiz. Bundan tashqari IT ta'lim rezidentlarida 8 mingdan oshiq yoshlarni IT yo'nalishida kasblarga o'qitishni reja qilganmiz. IT sohasining rivojlanishi malakali kadrlar tayyorlashda muhim qadam bo'lib, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ham ochadi.